Kimsiz? Ayoz boboman. Anchayin qahrim qattiq. Kelganingiz sababini ham aniq bilaman. Yo'qotgan chelagingiz yoniga qo'shib, tuzukkina mukofot ham qo'shib beraman. Faqat bobongizga biroz xizmat qilasiz. Kiyim-kechagim tikib, ovqat qilib berasiz. Ko'rpa to'shagimni tuzab qo'yguningizcha ko'kdagi bulutlarni qorga to'ldirmoqchiman. Ovqatingiz tezda tayyor bo'ladi. Endi Malasha ko'ylakni yamab tur. Bo'pti. Ammo yaxshilab yama.